Bu uzumimiz Husayna. Nomi shunday. Bu uzumimizning nomi kiyov barmoq deb nomlaganmiz, chunki juda ham katta donali bo'ladi. Husayndan farqi mana katta donali bo'ladi. Buni tog'am rahmali nomlab ketgan. Mazasiga gap yo'q. Mana bu uzumimizning nomini kampir tirnoq deb nomlaymiz. Bu uzumimizning nomi erta pishar oqchilgi deb yuritiladi yoki niq uzum ham deb nomlaganmiz. Bunisi eng sevimli uzumlarimdan. Anjin chorli, ya'ni qora erta pishar Andijon uzumi. Qaysi navi sizga yoqdi? Kommentariyga yozib keting. Assalomu alaykum yaxshilar. Uzumlar bilan tanishtiramiz. Bu uzumimizning nomi Rizamat ota, hali qizarib pishgani yo'q. Endi sekin qizaryapti. Mana o'zi juda shirin.